Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. O'tgan darsimizda muhabbat degan mavzuni boshlagan bo'ldik. Ya'ni dinning maqsadi muhabbat. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimizni zohiri bor, botini bor. Zohiri bu mana shu namozga yotib turayotganimiz, zohiri ro'za tutayotganimiz, zohiri hajga, umraga borayotganimiz. Endi bu insonlarning ko'ziga ko'rinadigan qismi bo'ladigan bo'lsa, endi insonlarning ko'ziga ko'rinmaydigan qismi bor. Bu botini deyiladi. Bu ixlos deyiladi. Bu muhabbat deyiladi. Agar ibodat muhabbat bilan qilinmasa, u faqat toatga aylanib qoladi. Ibodat muhabbat bilan qilinmasa, shu ibodatga muhabbat bo'lmasa, Allohga nisbatan qalbimizda muhabbat bo'lmasdan ibodat qilsak, bu ibodat deyilmaydi, bu toat deyiladi. Chunki inson yaxshi ko'rmagan holatda ham, xohlamasa ham, muhabbati yo'q bo'lsa ham itoat qiladi-da. Uchinchi fikr, tashqi ko'rinish va islom ruhi. Aytdik, islomning zohiri bor, botini bor. Mana shu amallarni ruhi bu Allohga bo'lgan muhabbat. Agar din muhabbatsiz bo'lsa, ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Din ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Muhabbat harakatlantiradi, aql boshqaradi. Sen aqling bilan o'zingni to'g'ri yo'lga, to'g'ri maqsadga boshlaysan. Ana shu aqling bilan o'zingni doim to'g'ri yo'lda tutasan. Ruhing harakatga keltiradi, aql boshqaradi. Ma'lumotlar, o'qigan kitoblarimiz, ilm ma'rifatimiz, saqofat. Bular har qancha chuqur o'rganmagin, agar yana qaytarib aytamiz, muhabbat bo'lmasa Allohga nisbatan, bu o'rgangan ilming quruq ma'lumotga aylanib qoladi. Quruq ma'lumotga aylanib qoladi. Chunki mana ba'zida ko'ramiz, o'qib turib shunaqa deydi. Shuncha narsani o'qib turib deydi, Qur'on yodlab turib, manchani qilib turib, degan ahvolini qara deydi. Demak, o'sha odamda muhabbat yo'q. Oqsoqollarni qarasangiz, o'zi to'rtta surani zo'rg'a biladi, lekin muhabbati bilan turadi. Yoshlar o'tirib olib taravih o'qiyotganda o'sha kattalar tikka turadi. Vaholanki o'tirib o'qishlik nafl namoz mumkin. Xususan taravihni o'tirib o'qish mumkin. Muhabbati borligi uchun tikka turadi. Qaytarib aytamiz, qilayotgan amallarimiz muhabbat bilan qilinmasa, bu ruhsiz jasadga aylanib qoladi. Astagfirullah. Innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Vaholanki Alloh ularni aldab qo'yadi. Va idza qamu ila solati qamu kusala. Munofiqlar namoz o'qigan. Qachoniki namozga tursalar, yalqovlik bilan turadilar. Yuraunan nas, odamlarga riyo qiladi. Va la yadhkurunalloha illa qalila. Allohni juda ham oz eslashadi. Namozga turganda yalqovlik qiladi. Xo'ja ko'rsinga riyoga o'qiydi va Allohni ko'p eslamaydi. Agar muhabbat bilan bo'lganda bu ishlarning bittasi bo'lmagan bo'lardi. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kathira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p eslanglar dedi. Zikron kathira, ko'p eslanglar, ko'p eslanglar. Iymon va muhabbat. Biz birodarlar dinning asli bo'lgan narsalardan suhbat qilyapmiz. Dinning asli haqida, muhabbat haqida suhbat qilyapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Sizlardan biringiz iymonli bo'lmaydi toki uning havoi nafsi men olib kelgan narsaga tobe bo'lmagunicha. Biz Rasululloh olib kelgan narsani yaxshi ko'rib, qabul qilib itoat qilishimiz bor. Rasululloh olib kelgan narsani yaxshi ko'rmasak ham majbur olib itoat qilishimiz bor. Ikkalasi ham daraja, lekin ikki xil daraja. Bittasi qilish kerak ekanida qilish kerak bo'pti, endi roza kelib tutish kerak edi endi deb turib majbur tutadi. Kimdir alhamdulillah Ramazonga yetkizdi deb turib muhabbat bilan tutadi. U ham bitta daraja, bu ham bitta daraja. Agar biz o'zimizni qalbimizni taftish qilib, insof bilan qaraydigan bo'lsak, biz ko'pchiligimiz ibodat emas, itoat qilyapmiz desam, adashmasam kerak. Majburimizda. Hasharga aytdi, akangiz, ukangiz, majbur borasiz. Yo muhabbat bilan borasizmi? Chunki o'zimizni qalbimizni qanaqaligini bilyapmiz-da shu yerda.
Palonchi kasal bo'libdi, borib ko'rib qo'yaylik. Ikki xil munosabat bo'ladi. Muhabbat bilan boradi yoki majbur boradi. Majbur bo'lsa ham boryapti, rahmat. Ammo muhabbat bilan qilganida o'sha kasal ko'rgani borishlik unga huzur bag'ishlar edi. Hamma narsadan Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishing lozim va lobud bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kayfa asbahta ya Umar?" Ey Umar, qanday tong ottirdingiz? Umar ibn Xattob javob berdi: "Vallohi ya Rasululloh, sizni onamdan ham, otamdan ham, oilamdan ham, farzandlarimdan ham hammadan ko'proq yaxshi ko'rgan holda tong ottirdim. Faqat o'zimni ko'proq yaxshi ko'raman baribir" dedi. Rasululloh: "Ey Umar, unday bo'lsa hali iymoningiz komil bo'lmabdi" dedilar. Shunda Umar ibn Xattob ozgina o'ylandi, "Bo'ldi. Endi sizni hammadan, hatto o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman" dedi. Mana endi to'g'ri bo'ldi dedilar Rasululloh. Biz Alloh va Rasulini hammadan ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak. Yaxshi ko'ryapman degan da'voimiz rostligini belgisi, rostdan yaxshi ko'ryapsizmi Alloh va Rasulini belgisi, Alloh va Rasuli buyurgan ishni yaxshi ko'rib qilasiz. Tushunarlimi? Tasavvur qiling, do'koningizga siz qattiq hurmat qilgan bir katta bir olim, zamoningiz allomasi kirib keldi. Do'koningizga parvon olib ketasiz, a? Mana do'koningizga kirganda unga nisbatan qalbingizda muhabbatni borligini dalili parvona bo'lib ketasiz. O'tiring shayx, o'tiring, choy olib kelasiz, nima xizmat? Pulini olish xayolingizga ham kelmaydi. Erib ketasiz. Nima xizmat qilsa xo'p deysiz, yo'q bo'lsa nariga do'kondan olib kelib berasiz. Olib borib beraman, hazrat, boravering, yetkazib beraman. Bitta haqimga duo qilib qo'yasiz deysiz. Demak, siz yaxshi ko'rsangiz ana shu muqobil tarafni, uni xizmatini qilishlik sizga huzur bo'ladi, sizga rohat bo'ladi. Lillahil masalul a'la. Alloh va Rasulini shunday yaxshi ko'radigan bo'lsak, Alloh va Rasulini buyurgan ishi, siz bilan bizga aytgan ishini qilishlik bizga nima beradi? Ala la imana liman la mahabbata lah. Ogoh bo'linglar, deyaptilar Rasululloh, muhabbati yo'qning iymoni yo'q. Ogoh bo'linglar. Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbati yo'q odamning iymoni yo'q. Ya'ni iymoni komil emas degani. Allohga haqiqiy muhabbati bor insonlar, muhabbat ahllari dunyo va oxirat sharafiga erishdi. Insonchi muhabbatli bo'lmay iloji yo'q. Chunki inson nima? Inson ikkita narsa: idrok qiladigan aql va yaxshi ko'radigan qalb. Inson albatta nimanidir yaxshi ko'radi. Ayolini yaxshi ko'radi, uyini yaxshi ko'radi, pulini yaxshi ko'radi, uyini yaxshi ko'radi, oshna-og'anlarni yaxshi ko'radi, yurtini yaxshi ko'radi, makonini, zamonini yaxshi ko'radi. Inson nimanidir yaxshi ko'radi, iloji yo'q. Endi mo'min esa qaraydi hayotga, fikr qiladi, anglaydi. Nimani anglaydi? Yer yuzida odamlar yaxshi ko'rayotgan hamma narsa foniy ekan. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zil jalali val ikrom. Yer yuzidagi hamma narsa foniy bo'ladi. Buyuklik va ulug'lik egasi bo'lgan Parvardigoringning yuzi qoladi. Allohdan boshqa hech narsa qolmas ekan. Shuning uchun yer yuzidagi narsalarga muhabbat qo'yishlik loyiq emas ekan. Men u narsalarga muhabbat qo'yishim to'g'ri emas ekan deydida, abadiy bo'lgan zotni, Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'radi. Demak, inson yo abadiy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi yoki foniy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi. Banda vafot etdi. Qabrga qo'yishdi. Qabrida qolgan birinchi kecha. Qabrga qo'yishdi, odamlar ketishdi. Bir kun boshimizda bor shu. Shap turpoq tashlayotganini eshitib yotadi. Hammamiz boshimizda bor. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, seni qoldirib ketishdi." Bu mayitni uyda birinchi kun mahzunlik, qayg'u, yig'i. 2 kun o'tgandan keyin sal esdan chiqishni boshlaydi. Bir hafta o'tgandan keyin bu mayitni odamlar sekin-sekin unutib, hamma o'zini ishi bilan ovora bo'lib ketadi. Bir oydan keyin boyagidek o'yin-kulgi, valima, sayohat, mayit qabrda qolib ketdi. Alloh taolo aytayapti: "Ey bandam, seni qoldirib o'zlari ketishdi, tuproqqa berishdi. Agar sen bilan qolganda ham senga ularning foydasi tegmas edi. Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q."
Endi sen uchun mendan boshqa hech kim yo'q. Men esa hech qachon o'lmaydigan al-haydirman. Nimani yaxshi ko'rgan bo'lsang, banda, qabrda yotgan banda, hamma narsa qoldi. Xotining ham, uying ham, vataning ham, yurting ham, zamoning ham, puling ham, mashinang, nimang bor? Nimani yaxshi ko'rganding? Hammasi qoldi. Mana endi haqiqiy zot bilan yakkama-yakka qolding. Shuning uchun inson yaxshi ko'rmay iloji yo'q bir narsani. Inson yo abadiy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi yoki foniy bo'lgan narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun aytamiz, muhabbat ahllari, Allohga oshiqlar ikki dunyoning sharafiga erishishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-mar'u ma'a man ahabba." Kishi qiyomatda kimlar bilan birga bo'ladi? O'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? Biz Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'ramiz. Biz sahobalarni yaxshi ko'ramiz, tobiinlarni yaxshi ko'ramiz, mo'minlarni yaxshi ko'ramiz. Va umid qilamiz mana shu muhabbatimizni sharofatidan shular bilan qiyomatda birga turishlikka. Garchi ular bilan birga turishlikka amallarimiz yetmasa ham, muhabbatimizni da'vosi bilan turishlikka umidimiz bor. Alloh taolo bandalarning hammasiga rizq ato qiladi. Alloh taolo aytadi: "Ey bandam, zimmangda mening farzim bor. Mening zimmamda seni rizqing bor. Meni farzimda, ya'ni buyrug'imda xilof yo'l tutsang ham, rizqingni berishlikda men senga xilof qilmayman. Meni seni ustundagi haqqim farzlarimni bajarishing, shariatimni amal qilishing, shariatimga. Meni senga nisbatan ishim rizqingni berish. Endi sen meni haqqimni bermayotgan bo'lsang ham, rizqingni beraveraman" deb aytayapti. Nima unda kofirlar hammasi ochidan o'lib ketmayapti? Mana aytayapti. Agar ibodat qilmaganda Alloh ochidan o'ldiraversa, hamma majbur musulmon bo'lish kerak bo'lib qolarmidi? Sen banda kim bo'lishingdan qat'iy nazar yeb ichib yurasan, tijorat qilib pul topasan. Shuni o'zi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Sog'san, kuch-quvvating o'rnida, 3-4 chaqing bor. Bu Alloh seni yaxshi ko'rdi degani emas hali. Chunki Qorunga juda ham katta boylik bergan. Kofir edi. Fir'avnga juda katta mulk saltanatni bergan. Men xudoman degan edi. Dunyoni bu matohlari qo'lingda turishligi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Qaytarib aytaman. Dunyo matohini qo'lingda serob bo'lib turishi, taningni sog' bo'lishi, hayotingni zo'r bo'layotganligi Alloh seni yaxshi ko'rganligini belgisi emas. Birodarlar, qoidani bilib olaylik. Bir narsaki, Alloh bu narsani yaxshi ko'rgan bandasiga ham beryapti, yomon ko'rgan bandasiga ham beryapti. Yaxshi ko'rganga ham beryapti buni, yomon ko'rganga ham beryapti buni. Demak, shu narsa Allohning muhabbatini belgisi emas. Ma'qulmi? Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun zo'rasini katta bergan. Xudoga yoqqan joy bor, shuning uchun rizqini keng qilgan. Bu noto'g'ri gap. Nima, Iso alayhisalomni Alloh yomon ko'rganmi? Kambag'al edi. Muhammad alayhisalomni yomon ko'rganmi? Nauzubillah. Payg'ambarimiz faqir edi. Qachon biz mana o'lchov tushunchani tuzatamiz, shunda hayotimiz saodatli bo'ladi. Hayotdan maqsad boy, badavlat bo'lish emas, maqsad Allohning rizosi. Endi boy bo'lib rozi qilasizmi Allohni? Kambag'al bo'lib rozi qilasizmi? U Alloh taoloning yozgan nimasi peshonamizga? Rizqi. Lekin mana ikkita narsani o'lchov tushunchani to'g'ri qilaylik. Demak, Alloh taoloning in'omi, rahmati butun mahluqotlarga berilaveradi. Ammo muhabbati faqat mu'minlarga bo'ladi. Ya'ni Alloh taoloning rahmatidan kofirlar rizqini yeyapti. Alloh taoloning rahmati borligi uchun odamlarga mushriklar ham bola chaqali bo'lyapti, pul topyapti, hayotda yaxshi yashayapti. Rahmati hammaga bo'lyapti. Ammo muhabbati kimga bo'ladi faqat? Kimga bo'ladi? Alloh bilan bandaning o'rtasida bitta aloqa bor. Bu aloqa muhabbat deyiladi. Alloh bandalarga muhabbatli. Endi bandalar tomonidan ham xuddi shu narsa javob bo'lish kerak. Bandalar ham Allohga muhabbatli bo'lsin. Sunnatda o'qigiz kelmay turgan paytda janamozda uyingizda. Shunda keldingizda o'sha yerda tolashyapti. Takbir ayt deyapti bir tomoningiz. Sunnatda o'qi deyapti ikkinchi tomoningiz. Yo Alloh, sunnatni muhokama qiladigan darajaga tushib qoldik-a.
Sunnatni o'qimaslikni muammo qiladigan davrga kelib qoldik. Mana yosh kattalardan so'raylar-da, namoz qanaqa o'qiladi desa, peshinda 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat o'qiysan desa, tamom, qonun edi bu. Bittasini qoldirish mumkinligini bular so'ramagan ham. Sunnat u vopros masjidida u. Endi qanaqa zamonga kelib qoldik? Diniy bilimlar ko'paygandan keyin sunnat o'qish kerak emas degan narsani muhokama qilyapmiz. Qayerga kelib qoldik? Muhammad Avvoma rahimahulloh, mana zamonimizdagi eng kuchli muhaddislardan bir suhbatida Abu Hanifani himoya qilyotib aytdiki, men uyalyapman hozirgi holatimdan deydi. Nimaga desa, men Abu Hanifani himoya qilayotganimdan uyatyapman deydi. Ya'ni qaysi zamonga, qaysi davrga kelib qoldikki, Abu Hanifani himoya qilishga to'g'ri kelinyapti, birodarlar. Nima bo'pti? Abu Hanifa kim ekan? Abu Hanifami? Tobiin. Meni imomim tobiin. 6 ta yoki 7 ta sahobani ko'rgan. Biz sunnatni o'qimaslikni muhokama qiladigan davrga yetib keldik, birodarlar. Yig'lagin keladi odam. Abu Hanifani himoya qilish kerak bo'lgan zamonda yashayapmiz. Mazhab kerakmi, kerak emasmi degan masala ko'rilyapti. Yo Alloh, qaysi kunga kelib qoldik-a? Tavhid olimlari aytishadi. Allohning o'z bandalariga bo'lgan muhabbati hamma bandalarga bo'lgan umumiy rahmatdan ziyoda narsadir. Alloh o'zining bandalariga bergan muhabbati Alloh hamma bandalarga bergan umumiy rahmatdan ko'ra balandroq narsa. Sen pastkash, razil odamga ham rahming kelishi mumkin. Razil, tuban, pastkash odam. Yaxshi ko'rmaysan, ammo rahming kelishi mumkin. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi mana fosiq, fojirlar, munofiqlarda. Lekin rahmi kelib rizqini berib qo'yapti. Alloh hammaga rizq beradi, hammaga rahm qiladi, ammo hammani yaxshi ko'rmaydi Alloh taolo. Dalil? Astagfirullah. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom, bu dunyoda odamlarning barchalariga, mana bu mo'minlarga ham, mana bu kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Beraveradi. Ammo muhabbati mo'minlarga bo'ladi. Allohga muhabbatim bor deb qo'yish oson. Allohga muhabbatim bor deb da'vo qilishlik oson, lekin dalil so'raladi. Mana shu o'tirishimiz dalil. Ruhiy, nafsiy tarbiya darsini eshitamiz, Allohga bir muhabbatimiz ziyoda bo'lsin deb o'tirdinglar, mana shu o'tirishlar dalil bo'ladi. Amalda ko'rsating. Masalan, bir odam vafot etdi. Ertasi kuni bir odam keldida, meni otanglarda dedi farzandlariga 100 ming so'm pul bergandim, haqqim bor dedi. Bolalar berishdi. Ertasi kuni boshqa bir kishi kelib turib, meni otanglarda 1 million haqqim bor edi dedi. Buni ham shart berishadimi? Nima deydi? Dalil bormi deydi? Raspiskasi bormi? Yo 4 ta odam guvoh bo'lganmi? Qanaqa deydi? Yo so'rab kelsalar beraveradimi? So'rab kelganki odamga beraverishi aqldan bo'ladimi? Yo'q, dalil so'raladi. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohga muhabbatim bor degan odamga nima deyiladi? Daliling bormi deyiladi. Astagfirullah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad alayhisalom, ummatlaringizga ayting, agar sizlar Allohni rosakamaga yaxshi ko'raman degan da'voinglar rost bo'lsa, rostdan Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga itoat qiling. Shunday deb ayting. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Rasulullohga ergashishlik Allohga bo'lgan muhabbatingizni dalili. Rasulullohga bo'lgan muhabbatingiz va itoatingiz, ergashishligingiz Alloh sizni yaxshi ko'rishiga dalil bo'ladi. Allohga osiy bo'lib turib, men Allohni yaxshi ko'raman deyishlik, birodarlar, bu yolg'on da'vo. Bunaqa beadablik qilmaslik kerak odam. Chunki gunoh ustiga gunoh. Faraz qiling, 4 ta bolani qonni ochib o'tiribdi. Ota bitta o'ziga yarasha ovqat topib kelib olgan, shirin ovqat, bolalarning qorni och, yeyapti-da, bolalar men sizlarni yaxshi ko'raman deyapti. O'zi bolalarni och qoldirib qo'ygan mana shu odam o'zi. Endi och qo'ydirgani yetmagandek,
ovqatni yeb turib men sizlarni yaxshi ko'raman deyotganligi gunoh ustiga gunoh. Biz ham Allohdan qo'rqamiz namoz o'qimaganimiz bilan. Biz ham qalbimiz toza, qalbing toza emas seni. Sen Allohdan qo'rqmaysan. Chunki Allohdan qo'rqqaningda nima qilarding? Gunoh ustida turib, men Allohni yaxshi ko'raman dema, birodar. Seni gunohdan olayotgan lazzating sen uchun Allohdan ko'ra qimmatroq ekan. Allohning roziligidan ko'ra mana shu lazzating sen uchun mahbubroq ekan. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Qul in kana abaukum va abnaukum va ikhwanukum va azwajukum va ashiratukum." Otalaringlar, bolalaringlar, aka-ukalaringlar, xotinlaringlar, uylaringlar mana shular Alloh va rasulidan ustun bo'ladigan bo'lsa, Alloh va rasulidan ko'ra muhabbatli bo'ladigan bo'lsa, Allohning balosini kutib turinglar deydi. Shuning uchun ishingiz, oilangiz, kasbingiz, tijoratingiz, ulfatingiz deb Robbingizga osiy bo'lyapsizmi? Demak, Allohni qo'yib mana shularni yaxshi ko'rar ekansiz. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar kimga muhabbat qattiq bo'ladi? Allohga muhabbat qattiq bo'ladi. Kishi Allohga itoatda turibdi. Bu bitta daraja. Kishi Allohga muhabbatda turibdi. Bu bitta daraja. Bizni surgan holatimiz ham xuddi shu ikkovidan bittasi. Yo itoatdamiz, yo muhabbatdamiz. Qaysinisi qiyinroq? Muhabbat bitta daraja, itoat. Biz shu itoatdamiz yigitlar, tushuninglar shuni. Biz o'sha muhabbatga chiqaylik deyapmiz. Siz itoatda turganingiz uchun ayrim shar'iy amallarni qilish sizga qiyin bo'lyapti. Agar muhabbat darajasiga ko'tarib olsangiz qiyin bo'lmay qoladi. Zakot berganlar boshida qiylanib yurib bergan. Namozni o'qiganlar boshida. Ro'za tutish juda qiyin bo'lgan boshida, ammo keyinchi zo'r qoida borda, toatning, ibodatning faqatgina avvali mashaqqat bo'ladi, keyin rohat bo'ladi. Toatning avvali mashaqqat, keyin rohat bo'ladi. Tushunarlimi? Mana 15 kun o'tibdi, muborak bo'lsin. Beliga kelibmiz ro'za oyini. Hozir saharlikda nomiga turib bir piyola suv ichib qo'ysangiz ham kuningiz ketyapti. Iftor borganda yemasangiz ham kuningiz o'tyapti. Ko'rdingizmi? Boshida qiyin bo'ladi-da. Bir kun, 2 kun qiynalib, sabr qilib nafsni ushlab turing keketagidan. Bu yog'i rohat bo'lib qoladi. Ma'qulmi? Ammo itoatdan oliyroq martabaga o'tgan inson esa Allohga muhabbatli bo'ladi. U muhabbatini ustun qo'yadi. Itoat emas, muhabbat birinchi o'rinda turadi. Vassalomu alaykum.